Mahallani obodonchiligiga qarash. Skripkaga sim qilaman. Dame un grr, Unke, un grr, unke. un grr. Asabimga o'ynashma, hozir mana itni qo'yib yuboraman, girr qiladi. TikTokka trend olguncha-chi, ota-onaning duosini ol, kelib oyog'ini uqala. Bakar, mo iting bo'shab ketibdi, ol. Rais bor, qo'lga nima bo'ldi? Kecha qo'limni kesib oldim, achishyapti. O'g'lim siyorsinmi, yaxshi bo'lib ketadi. Kecha 1 yoshli nevaram chichibam tuzatolmadi. Assalomu alaykum rais bova. Kukumba, qalay ishlar? Qo'limni chiqarib olib, qo'ltiqda quritib kelyapsiz. Ha, issig'i ko'rmaysizmi? Meni sentrga tashab qo'y. Yo, rais bova, uyga tez kirmasam bo'lmaydi. Nimaga? Xotin tez kiring degandi. Mana shu gapni aytganda ichingda nimadir unda shu aytib o'tdimi, o'tmadimi? Yo'q. Ertaga ishxonamga o't, men senga ish beraman. Voy, qanaqa ish rais bova? Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lasan. Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Endi jitmas qilib o'tiribsan. Yaxshimisan, xabaring bor, o'g'lim Rossiyaga ketgandi-yu. Pul yuborish kerak edi. Aksiyorlar bugun yakshanba bank ishlamas ekan. O'g'lingga telefon qilib ber. Nog'izin zapchasi, qalaysan? Charchamaysan? Musofirda yuribsan, sog'lik, salomatlik, tuman boylik. Lekin bitta narsani bilib qo'y, TikTokka kirib, ana qizlarga sovg'a tashashni bilasan. Dema. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Ha, potrami yo'l, hali ham polpisliging qolmabdi-da. Hayat şaşırtır zaten. Hey, mamnaqa emas, mamnaqa bo'ladi. Men benomni konsertida balkonda o'tirgandim-da, menga minday ko'rindi. Hayat şaşırtır zaten.